So'nggi yillarda jamiyatimizda ortiqcha isrofgarchilik, dabdababozlik kabi salbiy holatlar kuzatilmoqda. Ayniqsa to'y va marosimlarning haddan tashqari dabdabali o'tishi aholining ijtimoiy-iqtisodiy holatiga putur yetkazib, milliy qadriyatlarimizga zid kayfiyatni shakllantirmoqda. Xayriyatki, davlatimiz tomonidan mazkur muammolarga yechim topish maqsadida bir qator zaruriy choralar ko'rilmoqda. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyev raisligida joriy yilning 14-oktyabr kuni o'tkazilgan video selektor yig'ilishida mahalla tizimini rivojlantirish, aholining ijtimoiy muammolarini hal qilish, jamiyatda ma'naviy muhitni mustahkamlash va islohotlarga daxldorlik hissini oshirish bo'yicha muhim vazifalar belgilab berildi. Shuningdek, Vazirlar Mahkamasining 2025-yil 16-sentyabrdagi tegishli qaroriga binoan jamiyatda maromiylik madaniyatini keng targ'ib qilish orqali fuqarolarda me'yorni saqlash, isrofdan tiyilish, hamjihatlik va ma'naviy barqarorlikni ta'minlash ko'zda tutilgan. Shu maqsadda Respublika Ma'naviyat va ma'rifat markazi boshchiligida bir qator vazirlik va jamoat tashkilotlari bilan hamkorlikda 90 kunlik targ'ibot dasturi ishlab chiqildi. Azaldan bizda mana shu to'y marosimlar bo'lib kelgan, bunga katta e'tibor qaratilgan, lekin bitta narsaki, mana shu marosimlarda isrofgarchiliklarning tagida oilani byudjeti, ertangi kun farzandlarni tarbiyasi yotibdi. To'yda maqsadi nima o'zi? To'y mana qizlarimizni turmushga beryapmiz, o'g'il farzandlarimizni uylantiryapmiz, buni belgi berish. Xalqqa, qarindosh urug'lar, el bilish kerak. Bular turmush qurdi va turmushga berishdi degan. Lekin keyingi paytlarda to'ylarda juda shuhratparastliklar avjiga chiqqan. Hamma joylarda kim o'zarga to'y qilayotgan holatlar bo'layapti. Bu albatta oilamizga katta zarar keltiradi. 1-2 dekabr kunlari Surxondaryo va Qashqadaryo viloyatlarida davlat xizmatchilari hamda ijtimoiy soha vakillari uchun to'ylar, oilaviy tadbirlar, ma'raka va marosimlarni o'tkazishni tartibga solish tizimini yanada takomillashtirishda davlat va jamoat tashkilotlarining roli mavzusida seminar-treninglar tashkil etilmoqda. Payg'ambarimiz alayhissalom kullu isrofun haromun, har bir isrof qilingan narsa bu harom deyilganda, biz aslida bo'lingan bu ehsonlar ikkala yosh baxtli bo'lishligi uchun oqsoqollar, hojibolar kelib bir ixchamgina chiroyli o'tkazib, ikkala yoshga duo berishlik, bulardan tug'iladigan farzandlardan bir yaxshi insonlar dunyoga kelishligini, mana bu xalqdan duo olib berishlik bo'ladi. Bundan keyin marakalarimiz ham shu darajada hozir isrofgarchilik ko'payib ketdiki, o'zi maraka bu ehson bo'ladi. 20lik, 40lik degan narsalar ko'payib boryapti. To'yni dasturxoni bilan marakaning dasturxoni ikkilasi birib qolyapti-da. Shuning uchun maraka bir oddiygina, ixchamgina bir o'tganlarga bir is qilib, bir Qur'on tilovat qilinsa, bu albatta shariatga muvofiq bo'ladi. Loyiha doirasida fuqarolar orasida me'yorni saqlash, isrofga qarshi kurashish, shukronalik va bag'rikenglikni targ'ib etishga qaratilgan tadbirlar amalga oshiriladi. Ma'lumot uchun bu kabi seminar-treninglar respublikamiz bo'ylab 13 dekabrga qadar davom etadi.